Assalomualaykum. YouTube kanali ishqibozchilari, mehrli obunachilari, aziz yurtdoshlar, mana yana bitta chiroyli ishlarimizdan biri tandirimiz, yoniga mana savat qo'yadigan ostolimiz, bitta katta qozonimiz, bitta kichkina qozonimiz. Bugun bitirdik, mana xudo xolasa azizlar. Shu qilgan ishlarimiz Farg'ona viloyati ko'chamiz Yaxshilik ko'chasiga, Baxtiyor akaning xonadonlariga chiroyli qilib qildik. Azizlar, mana tandirimizni shlakablokdan qilib, mana tepalariga zontilar o'rnatdik. Ishlarni oqartirib qo'ydik. Sizlarga foto ko'rsatib o'ting. Azizlar, mana ko'raverasizlar, tandirlarimiz xudo xolasa chiroyli bo'lib oqardi. Bitta sovigandan keyin bitta domokab suvda bitta oq yog'ni atib turib, limonni yoqsa bo'laveradi. Faqat sovigandan keyin qilinadi. Xudo xolasa. Azizlar, buni tandirimizni shlakablokdan qildik. Yoniga mana stollari, savat qo'yadigan chiroyli bo'lib o'rnadi. Mashq turishiga savat qo'yadigani bilan birgalikda 45 ta shlakablok ketdi. Mashq turishiga 55 ta shlakablogimiz bor edi, 45 ta ishlatdik. Yonlariga o'choqlarimizni asosiy joylarini ko'rsatib o'tamiz. Mana tutun tortishlari qay holatda azizlar? Katta qozonimiz, uzoqdan ham ko'rsating. Kichkina qozonimizni ham foto ko'rsatib o'tamiz. Mana kichkina qozonimiz. Azizlar, uzoqdan ko'rsatib o'tamiz. Tutun tortishlari. O'zlari ham baho beraverasizlar, ko'rib qay holatda eshigini ochib qo'ysa ham oldidan tutun haydamaydi inshaalloh. Azizlar, mana suvlarimiz qaynadi. Nari katta qozonimiz ham qaynadi. Eshigini ochib kelsa ham bu holatda tutun oldidan qaytarmaydi. Jichcha o'tinga suvimiz qaynab ketadi. Xolasiz gazga, xolasiz o'tinga moslab olsangiz ham bo'laveradi. Ikkoviga 150 lik azbestur bilan o'rnatdik. Azizlar, bu qadrdon akamiz, Baxtiyor akamiz, o'zimiz aka deb bo'lib qolganmiz. Xudo xolasa safarlarda birga ishladik. Akamiz ham mana yonimizda turibdi. Aka, xursandmisiz qilgan ishlarimizdan? Xursandman. Barchaga huzur, ustalariga rahmat, qo'llari dard ko'rmasin. Xudoyim baraka bersin, Xudoyim. Sog' salomat barchasini vaqtida sog' salomat bo'lishsin. Rahmat, qo'llari dard ko'rmasin. Yaxshi kunlarga ishlading aka. Zo'r bo'ldi ishlarim. Niyatsiz to'ylarga, marosimlarga, yaxshi kunlarga ishlating aka. Duo qiling. Azizlar, bizi Instagram kanallarimiz, YouTube kanallarimiz bor. Mehrli kulol desalar chiqadi. Kimga mana shunaqangi chiroyli ishlar zarur bo'lsa, o'zini ko'ngilidek qilib, chiroyli qilib berilaveradi. Aka, xudo xolasa mangallaringiz ham kelib, yonigan bo'ykalarim bilan qilib beraman. Xudo xolasa. Inshaalloh. Bizni kuzatishda davom etinglar. Mana shunaqa chiroyli ishlarni qilib beraveraylik. Xonadonimizda tandirlarni ham yasaymiz. Kenjaboy tog'a tandirlari desalaring, xudo xolasa ko'pchilik taniydi, bilgan odam. Chiroyli qilib tandirlarni ham olib kelib o'rnatib beraveramiz. Obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bizni kuzatishda davom etinglar. Like bosishdan chiqmasin. Sog' bo'ling.